Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz ishtirokchilari. Bugun 2026-yil 16-may hafta kuniga shanba. Ertalabda mana bu videoga e'tibor berishingizni so'rayman. Mana e'tibor bering. Mana bu nok, mana tanasini ko'rishingiz mumkin. Bu nok yoqmayapti menga. Yoqmayapti. Endi bu nokni yangilash maqsadim bor. Va bu nokka mana e'tibor bersangiz, mana bu yerda iskana payvand qilib bitta qo'liga qo'yganman iskana payvandni. Mana qarang. Qoraga qora. Bu ham qora, bu ham qora. Qoraga qora qilib iskana qilib fevral oyida qilganman. 27-28 fevralda payvand qilingan bu. Shu yil. Mana shu payvandi mana hozirgi holatdagi o'sgan holati mana. Taxminan yarim metrga yaqin ko'k novda chiqarib o'sdi mana. Mana. Bu holat yaxshi. Endi shunaqa holatlar bo'ladiki, payvand qilganingizda payvand olmay qoladi. Olmay qoladi. Atdan qilib yurmang. Esiz shu fevralda uladimi, olmadida endi bu yildan keyin ulaymanmi yana degan fikr uyg'onmasin. Ya'ni boshqa payvand turlaridan biri bor. Mana diqqatingizni qaratasiz. Mana bu payvandga e'tibor bering mana. Mana. Shu 2026-yil shu yil 1-may kuni ulangan payvand mana. Mana qarang. Ko'k novdaga ko'k qo'yilgan mana. Bu ham ko'k, bu ham ko'k. Ko'kka ko'k novda qo'yilgan. Xuddi uzumlarda, toklarda bo'lgani singari nokda ham ko'kka ko'k novdani olmada, behida ham qo'ysa bo'ladi. Mana yutkizmaysiz. Demak, nokda ko'kka ko'k payvandni bemalol qilib, mana shunday vaqtdan, yildan yutkizmasdan, mana bunday iskana payvandlarda payvandingiz ushlamay qolsa, oradan hech qancha o'tmaydi, mana bunday ko'k payvand qilib ulab olishingiz mumkin bo'ladi. Salomat bo'ling.